Assalomu alaykum. Innovatsion pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biri sifatida mavzusida bugun suhbatlashamiz. Xo'p, rejamizni yozib olamiz. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy sifatlarini shakllantirish, o'qituvchilarning vaziyatli yangiliklar kiritishga munosabatini eksperimental o'rganish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish mexanizmlari, o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini rivojlantirishga motivatsiya va kompetensiyalarning o'rni, demak, adabiyotlar yozib olasizlar. O'tgan darsni mustahkamlab olishda testdan foydalanilgan. Albatta, buni men sizlarga tashlab beraman. Birinchi rejamiz bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy sifatlarini shakllantirish mavzusida suhbatlashamiz. Oliy ta'lim tizimi oldiga qo'yiladigan maqsadlarga erishish o'quvchilarning xilma-xil faoliyatini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e'tiqodli, mehnatsevar, barkamol inson qilib o'stirish pedagogning zimmasiga yuklatiladi. Shu sababdan xalq ta'limi sohasida islohotlarning bevosita davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ko'plab dasturlar tasdiqlangan. Bo'lajak pedagog tarbiyachi kasbiy mahorati bolalarni maktab ta'limiga samarali tayyorlash imkonini beradi. Pedagog tarbiyachilarning faoliyatini pedagogik, psixologik, tashkiliy, metodik jihatdan o'rganish natijalari o'quvchilarning o'quv faoliyati samaradorligini oshirishda pedagog tarbiyachining shaxsiy sifatlari va uning kasbiy tayyorgarligiga katta ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy sifatlarini shakllantirish. Bo'lajak pedagog o'qituvchilar amal qiladigan qoidalar bor albatta. Bu quyidagilardir. O'quvchilarda ongli intizomli tarkib toptirish, bolalarga nisbatan adolatli munosabatlarda bo'lish, guruhdagi faol o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, yordam ko'rsatish, o'quvchilarning mustaqil faoliyatlarini munosib rag'batlantirish, o'quvchilar bilan topshiriqlar ustida tizimli ishlash, guruh o'quvchilari orasida tarbiyaviy tadbirlarni tizimli tashkil etish. O'qituvchilarning vaziyatli yangiliklar kiritishga munosabatini eksperimental o'rganish, bu ularning turli pedagogik holatlarda innovatsiyaga qanday yondashishini ilmiy asosda tahlil qilish jarayonidir. Bu yo'nalish innovatsion pedagogikaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning yangilikka ochiqligi, moslashuvchanligi, ijodiy yondashuvni aniqlashga xizmat qiladi. Talabalar bugungi kunda ro'y berayotgan voqealar, axborotlar oqimining jadallashuviga ongli munosabatda bo'lish tajribasini egallashlari kerak. Ularda axborotlarni saralash, voqea hodisalarga obyektiv munosabatda bo'lish, ko'nikmalarning hosil bo'lishi nihoyatda muhim. Bo'lajak pedagog tarbiyachilar kundalik ijtimoiy siyosiy voqeliklarni tahlil qilish asosida ularni munosib baholash, shu asosda atrofdagilarning xatti-harakatlariga tanqidiy munosabatda bo'lishlari lozim. Bularning barchasi o'quvchilarda ma'naviy xislatlarni tarkib toptirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Innovatsion jarayon modelini qanday o'rganishimiz mumkin? O'qituvchining innovatsion jarayondagi ishtiroki, munosabati kuzatiladi, ilmiy asosda tahlil qilinadi. Yangilikni anglash, qiziqish va baholash, sinab ko'rish, qabul qilish yoki rad etish. O'qituvchilarning innovatsion xulq-atvorini qanday aniqlanadi? Demak, innovatorlar bular yangilikni birinchi bo'lib qo'llovchilar hisoblanadi. Ilg'orlar yangilikni erta qabul qiluvchilar. Ehtiyotkorlar yangilikni o'ylab qabul qiluvchilar. Konservatorlar yangilikka qarshilar. Eksperimental metodika, tajriba guruhi, nazorat guruhi. Bunda qanday yo'l tutamiz? Yangi pedagogik yechim joriy etiladi. Aytaylik, raqamli platforma, muammoli ta'lim, sistem yondashuv. Nazorat guruhida esa an'anaviy metodlar qo'llaniladi, natijalar taqqoslanadi va tahlil qilinadi.
Aa, Innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish mexanizmlari bu ta'lim tizimiga yangi metod, vosita, yondashuvlarni ilmiy asosda bosqichma-bosqich samarali tarzda tatbiq etish jarayonidir. Avvalo, ta'lim jarayonida mavjud muammolar, ehtiyojlar aniqlanadi. Masalan, o'quvchilarning darsga qiziqishi pastligi, mustaqil fikrlash ko'nikmalarining yetarli emasligi, an'anaviy metodlarning samaratsizligi kabi holatlar tahlil qilinadi. Shu asosda innovatsion texnologiyani joriy etish zaruriyati belgilanadi. Keyingi bosqichda mos innovatsion pedagogik texnologiya tanlanadi. Uni qo'llash bo'yicha loyiha ishlab chiqiladi. Bu jarayonda ta'lim maqsadi, kutilayotgan natijalar, foydalaniladigan metod, vositalar aniq qilib rejalashtiriladi. Masalan, interaktiv metodlar, raqamli platformalar, aralash ta'lim, ya'ni blended learning, flipped classroom modeli tanlanishi mumkin. Shundan so'ng tanlangan texnologiya tajriba sinov bosqichida amaliyotga joriy etiladi. Bu odatda kichik guruhlar doirasida o'tkazilib, jarayon davomida yuzaga keladigan kamchiliklar, muammolar aniqlanadi. Olingan natijalar tahlil qilinib, texnologiya takomillashtiriladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish mexanizmlari bilan tanishib chiqamiz. Keng joriy etish, ya'ni tajriba muvaffaqiyatli yakunlangach, innovatsion texnologiya keng miqyosda joriy etiladi. Tayyorlash, o'qituvchilar uchun seminarlar, treninglar tashkil etiladi, metodik qo'llanmalar ishlab chiqiladi. Monitoring, joriy etilgan texnologiyaning samaradorligi muntazam tahlil qilinadi, tuzatishlar kiritiladi. Diffuziya, muvaffaqiyatli innovatsion tajriba seminar, konferensiyalar orqali keng tarqatiladi. Jarayon davomida monitoring va baholash ishlari olib boriladi. Ya'ni joriy etilgan texnologiyaning samaradorligi muntazam tahlil qilinadi. O'quvchilarning natijalari o'rganiladi va zarur hollarda tuzatishlar kiritiladi. Bu innovatsiyaning barqaror, samarali ishlashini ta'minlaydi. Oxirgi bosqichda esa muvaffaqiyatli innovatsion tajriba keng tarqatiladi. Ilg'or tajribalar boshqa o'qituvchilarga yetkaziladi. Seminarlar, konferensiyalar orqali ommalashtiriladi. Bu jarayon innovatsiyaning diffuziyasi, ya'ni keng yoyilishiga xizmat qiladi. Axborot kommunikatsion texnologiyalar. O'qituvchining AKT bilan ishlashi, AKTni bilishi juda muhim sanaladi. Chunki bugungi kunda ko'plab innovatsion metodlar raqamli vositalar bilan bog'liq albatta. Kommunikativ kompetensiya, o'quvchilar bilan samarali muloqot qila olish, hamkorlikda ishlash, tajriba almashish qobiliyati ham innovatsion faoliyatni rivojlantiradi. Bugungi mavzularimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darsning vazifasini yozib olasiz degan umiddaman. Xayr, sog' bo'ling.